birdan yer qimirlashi boshladi-da, zilzila bo'lyapti. Odamlar u yoqdan bu yoqqa yugurishyapti, lekin uy qulab tushyapti-da. Buni nima sabablari bor uy qulab tushishini? Hasan? Asosiy sabablaridan bittasi bu yer mustahkamligi bo'ladi. U degani yer qimirlaganda to'lqin gorizontalniy bo'ladi, vertikalniy bo'ladi. Asosiy udar fundamentga bo'ladi u yog'i tepaga qarab ketiladi. Endi demak, yer qimirlayapti, kelyapti, fundamentga udar bo'lyapti. Udar bo'lyapti. Endi o'sha udarni biz kamaytirishimiz uchun uni sababini qilib qo'yishimiz kerak. Bu sababi gruntning mustahkamligi bo'ladi. Zilzilaning kuchi demak fundament bilan gruntga kelar ekan. Fundamentdan grunt olib qola olmasa u kuchi tepaga chiqib ketadi-ku kuch, to'g'rimi? Binoni tepasiga chiqqandan keyin nima jarayonlar bo'ladi bu yerda, Hasan? Abdulloh aka, uni kolonnalar ishib ketadi. Voy, ishadimi kolonnalar? Kolonnalar ishadi. Yer qimirlaganda ko'p qavatdagi binolarda past qavatdagi kolonnalar ishishga boshlaydi. Nimani hisobiga u? Katta tepadagi katta nagruzka pastga uradi. Hasan, bu sabablarni tushundik. Bu holatga tushmasligi uchun nima qilish kerak? Bu holatga tushmaslik uchun proyekt asosida qurish kerak. Zo'r, tushunarli. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'yamiz va qurilish qilayotgan tanishlarga yuborib qo'yamiz.